Hammaga salom. Mening kuzatuvchilarim. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Anchadan beri prama bermay qo'ydim. Shunga bugun niyat qildim. Ko'pchilikdan iltimosga ko'ra prama qilyapman. Hamma narsa Allohdan deb o'tirsak, Xudoyim shifa bersin barchangizga. Qani odamlar qo'shilsin, keyin boshlayman. Tojikistonga boraman. Xorazmga qachon kelasiz? Xorazmga Xudo xolasa avgustda. Salomatsizmi? Sporanda bo'lasiz. Sporani ko'raman. Nukusdan salom qabul qildim. Teri kasaliga bor iltimos yordam bering. Teri kasali qanaqa kasal bilishim kerak. Temretka bo'lsa, sinchiq bo'lganimdan xursandman. Rahmat. Sergelidaman. Qozog'istonga qachon? Qozog'istonga shu oy bormoqchimiz. Iyul oyining 20larima Xudo xolasa e'lon beradi. Kuzatib borsalaringiz. 2 kun Chimkentda bo'lamiz. Keyin 4 kun Turkistonda bo'lamiz, Xudo xolasa. Nukusga qachon kelasiz? Nukusga avgust oyida dedim-ku. Yevadan assalomu alaykum, Sharofat. Atay qildim, barqadan o'tib. Ovozini o'chirishim. Qozog'istondan yozib turman. Turyadan siz men qalay Ovozini so'ylashga chiqar, ag'ay. bo'ladi? Ovozini chiqar. Chiqgan? O'chirib qo'ymadingmi? Yo'q. Qozog'istondan, ushlab turishni, Qozog'istonda yozib turdim, siz bilan qalay so'ylaysiz. Alohida WhatsAppga chiqasin. O'sha qo'yilgan nomerlarga telefon qilsangiz, ulab beradi. Nukusga avgustda Xudo xolasa. Assalomu alaykum, Termizga kelmaysiz? Yo'q. Bu yoqlarga borishni reja qilmadim. Temirga emas, toshma tashadi. Qanaqa toshma tashsa, alohida chiqing menga qizim, agar teri kasali bor yozayotgan qizim, alohida WhatsApp Telegramga yozasiz. Alohida chiqing. Yo'q, Ostonaga bormayman. Sizga qalay shu? Telegram, WhatsApp kanaliga ulansalaringiz ulab beradi. Bildik reja bor. Oyog'im ham işte bo'ldi, 218 bo'libdi. Yana azroq qo'shilsin, keyin boshlayman. Bildik reja, sizga qalay yo'lig'amiz. WhatsAppga, Telegramga yozinglar. Alohida chiqasizlar. Alohida Reels qo'yilgan Instagram profilda ko'rsanglar chiqadi. Nomerlar hammasi bor. Shu nomerga Aloqaga chiqasizlar. Telegramdan yoziladi. Sizlarga atvet qaytariladi. Nima qilish hammasi javob beriladi. qasib qoldi bu. Yo'q, hozir. Ko'taringmi? Bilda reja bor. Klient oyoq ham berib turibdi. Ushlab o'tirasiz. Endi o'qiyapman. Bolalarga seans qilasizmi? Alohida qilaman uni. Instagram profiliga kirsangiz nomer qo'yilgan o'shalarga Tizimlarga alohida chiqsangiz yaxshi qizim. Endi hamma narsa Allohdan. Qirg'izistonga Bishkekka kelasizmi? Yo'q, Qirg'izistonga bormayman qizim. Shimkent qachon? Chimkentga iyul oyida Xudo xolasa borishni niyat qildim. 20. Meni ikki tizim. Qozog'iston ақшасы qancha deydi? 10 ming tanga. Abi meni esti olasizmi? Bilmadim.
Yazsangiz eslarman. Yo, To'rtko'lga Nukusga boraman, xudo xolasa. Chunki Nukusdan ko'p odam telefon qilib Men olmayim deysiz. iltimos qilyapti. Shuning uchun Nukusga boraman. Men olmayim deysizmi? Yo'q. Allohida shiqu uchun qaysi nomerga shiqamiz apa? Yozilgan nomerlar. Profilga kirasiz, nomerlar yozib qo'yilgan. O'sha nomerlarga aloqaga chiqasiz. Assalomu alaykum. Oyog'imni to'pig'i og'riydi. Ko'p harakat qilganimdan keyin nima qilsam bo'ladi? Kimning qay yeri og'rigan bo'lsa, ushlab o'tirasizlar. Beling og'risa, belingni ushlab o'tirasizlar, oyog'ingni og'risa, oyog'ingni ushlab o'tirasizlar. Zo'pingiz bo'lsa, tamog'ingizni ushlab o'tirasiz. O'g'lim Sarvar gapirishga berdim. O'qib bering. Yozing shu Sarvar dedim, shu отдельно yozing. Shu nomerlarga aloqaga chiqasiz. Telegramdan yozib borsangiz, очередga yoziladi. Assalomu alaykum. O'g'lim 4 yosh, yaxshi gapirmaydi. Shunga oldingizga bormoqchidim. Keling. Profilda nomerlar qo'yilgan. Endi yaxshi gapirmaydi, bolalarga davo borma. Endi yaratgan egam aytganda, hamma dardga davo bor degan. Hamma narsa Allohdan desangiz, albatta davo bor Allohdan. Allohdan shifa yo'q degan demagan-ku. Allohdan shifa bor degan. Allohdan shifa bor desangiz, albatta Alloh shifa beradi. Amin. Zobga o'xing. Zo'p ushlab o'tirasiz. Tizzam og'riydi. Qashon Nukusga dengizni borgan. Kimda qanaqa kasal bo'lsa, oxiri 3264 nomerga Telegramdan yoziladi. Oyoq og'rig'iga qarayman. Boshlayman. Endi boshlayman. Endi meni kuzatib turgan kuzatuvchilarim, sizlarga aytaman. Shifa Xudodan keladi. Men bir sababchiman. Seans payt kimning tanasida issiqlik paydo bo'lsa, kimdir varaja tutib ketsa, kimdir ko'ngli aynab ketsa, har xil g'alati bo'lishi mumkin. Chunki shunaqa bo'ladi, ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Endi kimning qayerda qanaqa dardi bor, men bilmayman, hozir hammasini o'qiy olmayman. Shuning uchun aytmoqchiman. Dardimga davo bor mening. Alloh mening dardimga shifa beradi deb ixlos qilib o'tiringizlar, bo'ldi. Lekin sizlardan iltimos qilaman, seans tugagandan keyin kommentariyaga yozingizlar. Allohdan menga shunday shifa keldi deb. Qiyin emas yozib qo'yish. Allohga oson shifa berish. Endi sizlar Alloh shifa bersa, yozib qo'yish qiyin bo'lmasa kerak. Shukrlar aytsak birga, men ham xursandman. Aytadi-ku, Alloh rozi bo'lsin deydi-ku. Alloh sizlardan ham, mendan ham, butun dunyodan rozi bo'lsin. Ko'rguvchi Alloh, bilguvchi Alloh deydi. Hozir seansda boshlagan paytim o'sha payt yozsalaringiz ham bo'ladi. Hozir keyin kommentariyaga alohida yozingizlar. Nima bo'layotgan bo'lsa, chunki bu Allohdan kelgan shifa bo'ladi u. Men sizlarni ko'rmayapman, sizlar lekin meni ko'ryapsizlar.
Yaratgan egem aytgan-ku, so'ra degan mendan. So'rasan shifa beraman degan. Qani unda qo'llarimizni jayaylik. Hamma qo'llaringizni ochingizlar. Men ko'rayin. Qo'llaringizni jaydingizlarmi? Qo'llaringizni ochib o'tiringizlar. Keyin men boshlayman. Allohdan so'rab, barchamiz birgalikda Xudodan so'raymiz. Keyin duo o'qib, shifa so'rayman Xudodan. Xudo xolasa, albatta Alloh shifa beradi. Yaratganning mehribon-ku. Allohimga asan deb o'tiraylik. Allohdan asangina shifa kelsin. Ağrıp turgan joyingiz to'xtab qolsa, onda shifa keldi deng. Butun tanang ola bo'lib kuyib ketsa, onda shifa keldi denglar. Kimdan qay yerda og'riq to'xtagan bo'lsa, bu yaratgandan deng. Men bu yoqda, sizlar u yoqda, Allohga osonligini shunda sizlar bilasizlar. Hamma narsa Alloh taoloning hammamizdan bilamiz. Yana ham ixlos qilib, niyat qilib, qo'limizni jayib o'tiraylik. Xudoyim barchalaringizning dardlaringizga shifa bersin. Agar meni ko'rib o'tirganlarning ichida farzandi yo'qlar bo'lsa, yaratgan egam ularga farzand bersin. İşi yurishmay yurganlarga ishlar yurishib ketsin. Bemor yotganlarga Alloh dardiga shifa bersin. Kimning qay yeri og'rib turgan bo'lsa, hozir mana meni ko'rib tursizlar. Xudodan so'rab o'tiribmiz birgalikda. Kimning qay yerda qanday kasali bo'lishidan qat'iy nazar Allohim barchangizga shifa bersin. Chunki Allohga oson-ku, Allohga oson deb o'tiringizlar. Men Allohdan so'rayin, duo o'qib sizlarga yaratgan shifa so'rayin. Amin. Allohu akbar. Xudoyimga oson. O yaratgan Allohim meni shuncha odam kuzatib turibdi. Ko'rib turibdi. Bularga Allohim shifa bering. Kimdan qay yeri og'rib turgan men bilmayman. Men ularni ko'rmadim. Lekin Allohim siz bularni ko'rib turibsiz. Bularning dardini eshitib turibsiz. Yaratgan Allohim barchasining dardiga shifa bering. Shu qo'lini jayib meni kuzatib o'tirgan barcha pendengizning dardiga shifa berib, duolarni ijobat qilib, nima niyat qilib o'tirgan bo'lsa, niyatlarini qabul qilib, bugun shularni dardidan xalos qiling. Amin. Şuttur sana. Tamam, kışıp gittim. Kışıptım. Sen itersin mi? Oldu. O yaratgan Allah'ım benim. Meni ko'rib turgan barcha pendengizning dardiga shifa bering. Bugun hozir, dal hozir kimning qay yeri og'rib turgan bo'lsa, Allohim shifa bering. Har bir dardni aytib o'tirmayman. Alloh ko'rguchi, Alloh bilguchi, hammangizni eshitdi, hammangizni ko'rdi. Alloh hammangizning dardingizga shifa bersin bugun. Amin. Allohu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dehel hazır. La ilahe illallah.
Maşallah, maşallah, maşallah. La, la ilahe. Kimning agar oyog'i og'rib turgan bo'lsa, tizzasimi, oyog'imi qaqshab turgan bo'lsa, Allohimdan shifa bersin senga. Tanangdagi og'riqdan qutulinglar. Kimning bo'ynida osteoxondroz grija bo'lsa, hozirgi daqiqada shu darddan xalos bo'linglar. Kimning belida grijasi bo'lsa, oyog'i og'rib tatib turgan bo'lsa, hozir shifa kelsin sizlarga. Belingdagi grijadan, bo'yningizda grijadan hozir xalos qilsin Allohim sizni. Hozir ketsin. Bütün tanadagi dardning hammasi ketsin. Kimning davleniyasi oshib turgan bo'lsa, davleniyasi tushib norma holatiga kelsin. O yaratgan Allohim. Kim nima istab o'tirgan bo'lsa, yaratganim nima niyat qilib o'tirgan bo'lsa, niyatlarini qabul eting Parvardigarim. Baxtda ochilmay o'tirgan qizlarim bo'lsa, bolalarim bo'lsa, o yaratgan Allohim hozirgi daqiqada ularning Alloh omadi, barakasini bag'dash yo'llari ochilib ketsin. Hozirgi daqiqada yaratganim sizga oson. Kimda kim shu больницада yotgan bo'lsa, qiynalib, Allohim dardini yengil qilib ozod qilsin tanasidagi darddan. Kimning tanasida qanday og'riq bor edi, kimning tanasida qanday dardi bor edi, kimning qayg'usi bor edi. Nima niyat qilib o'tiribsizlar? Xudoyim barcha niyatlaringizni qabul qilsin. Agar gapirmayotgan bolaning onasi meni kuzatib turgan bo'lsa, Alloh bolanga shifa bersin. Ravon gapirib ketsin. Qatrasi yaxshi bo'lsin. Ko'p bola gapirib yurgan sog'lom bolada sog'ayib ketsin. Yaratganimga oson. Hozirgi daqiqadan boshlab bolangizga Xudodan shifa kelsin. Shunday qayron bo'lingki, Allohdan shifa keldi bolamga deb yaratganga shukrlar aytingizlar. Barcha gapirayotgan bolalarning onasiga aytaman, Allohga oson ekan deb o'tiringizlar. Yaratgan egam, agar meni gapirmayotgan bolalarning onasi ko'rib o'tirgan bo'lsa, barchasining bolasi gapirib ketsin. Söyleb ketsin. O yaratgan Allohim, sizga oson judayam. Meni kuzatib o'tirgan, eshitib o'tirgan, menga qarab o'tirgan barcha pendingizning dardiga shifa bering, yengilligim bering, omadsizning omadini bering, baraka so'ragan Allohim baraka bering. Ne tilab o'tirgan bo'lsa, barchalaringizning tilagingizni Alloh qabul etsin. Alloh eshitib turibdi, ko'rib turibdi. Allohdan qashib hech qayda qutulmaymiz. Sizlar qayda turibsizlar? Men qayda turibman? Lekin Alloh har bandani eshitib ko'rib turg'uvchi. 18 ming olamda yaratgan Parvardigarim bizni kuzatib turibdi. Shifa so'rab o'tirgan bo'lsalaringiz, Alloh shifa beraman degan. Agar kimning tomog'ida zo'b kasali qiynalayotgan bo'lsa, tomog'ingizdagi zo'b kasalidan qutulingizlar. Kimning tomog'ida zo'b bo'lsa, tomog'ingizni ushlasin. Agar tomog'ingni ushlagan payting tomog'ingizda yurakdek dukilib urib ketsa, onda sizga shifa keldi Allohdan. Agar birida grijasi bor odamning
hozirgi daqiqada beli og'rib turgan bo'lsa, endi belingiz og'rimaydi. Oyog'ingiz uyushib ketib, belingiz qattiq og'rib ketib, tanangiz qizib ketgan bo'lsa, onda sizga Allohdan shifo keldi. Davleniyasi ko'tarilib turib tushgan bo'lsa, sizga shifo keldi. O yaratgan Allohim, kimning dardiga shifo berdingiz men bilmadim. Ilohim barchasining dardiga shifo beringiz. O mehribon Allohim mening. Bu yolg'on dunyoda har bir banda bir-biriga mehribon bo'lsin. Aka ukalar bir-biriga mehribon bo'lsin. Bu yolg'on dunyoda birovni hech kim xafa qilmasin. Qo'ldan kelsa yaxshilik qilingizlar. Yaxshilik qilish kelmasa, yomonlik qilmangizlar. Yaratgan Alloh, darding bormi? Agar dardlaring bo'lsa, o yaratgan Alloh, gunohlarim bo'lsa kechiring. Kimnidir xafa bo'lgan bo'lsam kechiring. Mening dardimga shifo bering. Sizga oson deb aytingizlar. Axiri bir zamda Alloh jonimizni oladi. Alloh olg'uvchi, Alloh berguvchiman degan. So'radlaringizmi? Men so'radim. Xudoyim barimizni eshitsin. Alloh hammamizni eshitadi. Barimiz pendemiz. Hech kim Allohning oldida hech kim emas. Men zo'rman deganlarim hech kim emas, chunki u pende. Faqat shuni bilaman men. Yaratgan Alloh eshitishini bilaman. Mana sizlarni eshityapti. Mana hozirgi daqiqada kimning tanasida dardi ketdi, kimga qanday shifo keldi, uni o'zlaringiz bilasizlar. Alloh biladi, sizning tanangiz gapiradi. Kimning qulog'ida og'riq bo'lsa, chanchib og'rib turibdimi? Quloqdan shirk kelyaptimi? Yo'q endi. Siz azod bo'ldim deng hozirgi daqiqada. Chunki Alloh eshitdi. Siz so'radingiz, men so'radim. Shifo hosil bo'ldi. Hozirgi daqiqada kimning tomog'i og'rib turgan bo'lsa bitib, Alloh shifo berdi sizlarga. Mana bolang siyib qo'yadimi? Qarang, agar bolangiz siyib qo'ysa, unga pampers taqmang. Unga kechqurun siyib qo'yasin, suv ichma deb aytmang. Bugundan boshlab siz bolangizga suv ichma, siyib qo'yasin degan gapni aytmang. İçiversin suvni. Bugundan boshlab meni ko'rib turgan induruz kasali bor, o'g'il bolama, qiz bolama, Alloh bilib turibdi. Yaratgan egam seni bu induruz kasalidan ozod qilsin. Bugundek hozirgi daqiqada ozod qilsin seni bolam. Kimning tilida zaykaniyasi bo'lsa, harflarda gapirmayotgan bo'lsa, Allohim sening tilingga shifo bersin. Hozirgi daqiqada zaykaniyadan qutuling. O yaratgan Allohim, kimning burnida qanaqadir go'shi bor kasal bo'lsa, so'rab yotibdi, yaratgan egam shifo bering. Va Allohim, söylemagan bolar söylab ketsin. Hozirgi daqiqada bir narsa Allohim sizlarga ko'rsatsin. Allohim qudratini ko'rsatsin. Kuch qudratini ko'rsatsin. Kimning oyog'i sinib, shig'ib, qiynalib yotgan bo'lsa, hozirgi daqiqada og'riqdan ozod bo'lsin. Bu haqiqat. Chunki Alloh so'rasang shifo beraman degan.
Xudoyim farzand so'rab o'tirgan kelinlarga, ata bo'lam deb o'tirgan o'g'il bolalarimga farzand bersin. O yaratgan Allohim farzand so'rab o'tirganlarga Allohim farzand beriniz. O'g'il bolalarimiz ata bo'lsin, qizlarimiz ona bo'lsin. Yaratgan Allohim siz eshitdingiz. Kimning menden yazıp yatgan manaki barchalaringiz kimning tanasida ne keldi, kimga nima nur keldi, shifa keldi deng. Agar kimning tanasiga bir Allah tarafdan bir nima kelgan bo'lsa, onda Xudoning shifasini qabul qilingizlar. Allah har xilmada shifa jo'natadi. Kimdir isib ketadi, kimdir varaja tutadi, kimdir kekiradi, kimdir esnaydi. Bu narsa juda ko'p bo'lgan men qaragan odamlarimda. Qizingizning qarang, birov yozyapti menga, qizimning ko'kragi bittasi chiqmagan, bittasi chiqqan deyapti. Sizdan iltimos qilib so'rayman, bir olib keling, maylimi? O qizingizning ko'kragi chiqmay qolgan bo'lsa, unga gormon olib o'tirmang. Chunki mening oldima kelgan bunaqa qizlar 12 yashar, 11 yashar qizlarda bir ko'kragi chiqib, bir ko'kragi chiqmalar kelgan. Hozir ikkalasi barabar bo'lib ketgan. Allohga oson ekan. Shuning uchun xafa bo'lib o'tirmang, yaratganga ixlos qiling, niyat qiling, albatta shifa bor. O Allohim, mana yana aytaman, kimning qay yerida qanday kasali bo'lsa, yaratgan ekan bugun sizlarga shifa bersin. Shifa bersin. Sizlarda Allohim eshitdi, ko'rdi. Va Allohim mehribonum, barchasining dardiga shifa beringiz. Qana kim nima bo'ldi? Allohdan keldi shifa. Kimga ne kelgan bo'lsa, bu yaratgandan. Bu dunyoga hech kim ustun emas. Bu yolg'on dunyo. Bu dunyoda faqat ibodat qilib, savob ish qilib yurish kerak. Yaratgan Allohim aytgan, yaxshilik qo'lingdan kelmasa, yomonlik qilma degan. Meni kuzatib turgan kuzatuvchilarim, yaxshilarim, men o'ylayman, meni kim kuzatsa, ular Xudoning suygan pendalari deyman. Agar bu qalbda mehr bo'lmasa, u qanday Allohdan shifa so'rash mumkin? Meni kuzatib turgan manaki 400-500 ta odam, bular Allohning suygan pendasilar. Chunki Allohdan shifa so'rab o'tiribsizlarmi? Allohga yaqinsizlar. Xudoyim bir kuni qarang, oyning 15-i yariq, 15'e qarang'i degan. Xudo xolasa yaratgan aytgan. Dard kelsa, udan qo'rqma degan. U o'tib ketadi degan. Shuntab o'lim kelsa degan, undan qochib qutulmaysan degan. Dard bo'lsa sinov degan, uning shifosini beraman degan. Ilohim, bugun men shuncha ko'rib turgan barcha Allohning pendalarimizga barimizni barchangizga Allohdan shifa kelsin. Barchalaringizni yaratgan egam Allohni shunday yaxshi ko'ring. Bolangiz bilan qanday gaplashsangiz, shunday gaplashingizlar. Shunda yaratgan egam sizlarga shifa beradi. Bir gap aytib beraymi sizlarga? Kunlardan kunida menda ham grija bo'lgan. 1 yil oldin yuragim qattiq og'rigan mening. Juda qattiq og'rigan yuragim. Qarang, Allohga oson ekan. Men yaxshiman. Yuragim tez urib ketardi mening. O'ylardim qachon to'xtab qolar ekan deb.
Yo'q, hozir yaxshi. Allohimga topshirdim men tanamni o'shanda. U yaratgan Alloh dedim. Sendan qashib qayerga boraman dedim. Qo'rqib qayda bordim dedim. O'zingiz bergansiz. Jan ana etdiniz. Yashayapmizmi-ki? 60dan oshdim. Endi sizga topshirdim men. Janimni, tanamni dedim. Allohga shukrlar bo'lsin. Yuragimda artmiya yo'q mening. Belimda grijam yo'q mening. Oshqozonimda bor edi. O'timda bor degan. Alloh menga shu 3 yil bo'ldi. Yaratganning mo'jizasin o'zim ko'rib boshlagaman birinchi. Men aytmoqchiman, yaratganning shifosi borlig'ini kimgadir ertakdir bu, lekin bu haqiqat. Mana bugun kimning qayeri og'rib turgan edi to'xtadi. Qana men endi eshitaman. O yaratgan Allohim. Shifani kimga berdingiz men bilmadim. Barchasiga shifa bergan bo'lsangiz Rabbim mening. Meni kuzatib turgan barcha pendangizning umrini uzoq qiling. Dinlarini saq qiling. Mushkullarini oson qiling. Niyatlarini qabul eting. Meni kuzatib turgan barcha pendangiz nima niyat qildi bugun? Hamma niyatlarini Allohim qabul eting. Amin. Allohu akbar. Savolingizni o'qiyman mayli. Yaratgan hammalasa qana Allohdan kimga shifa keldi? Mening kommentariyamga yozingizlar. Agar sizlar kommentariyani yozib borsalaringiz, men xursand bo'laman. Allohga shukrlar aytaman, zikrlar aytamiz. Shunda ko'proq shig'aman men. Xudoyimga shukrlar aytganda yaxshi ko'raman-da. To'g'ri aytyapman-ba? Sizlardan iltimos qilyapman. Xudo xolasa aytasizlar hali. Hammasi yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lib qoldim deysizlar. Allohga oson onlayn qabuldayapman-da odamlarni. Yaratganga osonligi uchun onlayn odamlarni qabuldayapman. Men qo'limda shunday qilganimda men bilaman. Men tarafdan sizlarga bir nima boradi. Mana men qo'limda yana chiqib ketdi. Qanchasi sabr qilmadi? Mayli. Mana shunday qilganimda kimning qaysi tarafiga ne bordi? Og'rib turgan joylaringiz to'xtadimi? Qarang, bir saniyaga tanangizdagi dardingiz to'xtasa qanday rahat. Bu Allohning ishi. Xudoyimning ishi bu. Sizlar qayoqda, men qayoqda? Allohga oson ekan. Agarda onlayn olamiz desalaringiz, Telegramga, kanalga yozlasizlar. Lekin bir haftada bir marta prямой efir bo'lib seans o'tkazaman. Allohdan so'rab shifa, tekin Alloh uchun, yaratgan uchun. Bu yolg'on dunyoda bir-birimizga qilgan yaxshiligimiz qoladi. Qilgan savoblarimiz qoladi. Qana ilohim bolasi o'qishga kiraman deganlari bolalari o'qishga kirib ketsin. Oliy katta bolalar olib grantga kirib ketsin. Xudoyim so'ra degan qarang, rahmat sizlarga. Barchangiz Xudoning suygan pendesizlar. Dard bormi? Suyining. Shunday dardlar bor, davosi yo'q. Xudoyimga suyinaylik. Ne bergan bo'lsa qabul qilamiz. Qabul qilmay ilojimiz yo'q. Dard mehmon deydi. Janam mehmon. Tana qo'rg'on deydi. Umrlarimiz uzoq bo'lsin. Yoshlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Yosh kelin-kuylarimiz qo'sha qarib o'g'il qiz farzandlar ko'rsin. Mehribon bo'lsin bolalarimiz, qizlarimizni vaqtimizga.
Tileklerimiz şu da bizden. Başka nima so'rashim mumkin? Xudoyim yanagi safar ko'rishgan ishi nasib qilsin. Xudo xolasa bir haftadan keyin sizlar bilan ko'rishaman. Amin. Allohu akbar. Barchangizning oilangizda umiddi. Hammalaringizning oilalaringizda xursandchilik bo'lsin. Tunlaringiz xayrli o'tsin. Ertangi kunlaringizga Allohim bir nurlari yig'ilib, xursandchilik, g'ayibona bir yaxshilik, davlat, omad bersin. O'chir.